Salom qizlar, bugungi videomizda bunaqa koreyskiy dizaynlar qilishni o'rganamiz. Ya'ni bunaqa yuraycha va metal gel kraskada chizishni o'rganamiz. Va bu bilan tashqari men sizlar bilan klientlar haqida ham gaplashmoqchiman. Ya'ni manikyur masterlarini orasida bunaqa gap bor. Tipa klient qancha priceimizni baland qilib qo'ysa, ya'ni qancha manikyur narxi qimmat bo'lsa, klientlar shuncha yaxshi bo'ladi degan gap borda. Hozir o'sha haqida gaplashamiz va o'sha bilan barabar mana bu videoda manikyur jarayoni ketaveradi. Ya'ni sizlar o'sha manikyur haqida bilib qoldinglar. Ya'ni eski material yechamiz, kuchukulardan tozalaymiz, chetlarini tozalaymiz. O'sha jarayonlar ketaveradi va men boyagi gapim bilan gaplashmoqchi bo'lganim, men endi manikyur qilishni boshlaganimda hammaga o'xshab model olganman, arzonga 50 mingga, 30 mingga manikyur qilganman. O'sha paytlar juda ham yomon klientlar kelardi-da, ya'ni 50-60 dagi xolalar kelardi-da. U paytda men kichkina qiz bo'lganman-ku, meni urishib, manikyur bunaqa qilinmaydi deb, hamma tirnoqlariga unga idealniy manikyur 50 mingga ularga idealniy manikyur qilib berib, yana hamma barmog'iga har xil dizayn qilib berib, shu ularning gapini eshit. Ne katta xotinlar 50 mingga, 20 mingga tekinga manikyurga kelib turib, endi o'rganayotgan kichkina qizlarga bunaqa muomala qiladi. Shu hamma tirnoqlariga ham franchiz, ham dizayn qilib ber, hamma tirnog'imga tosh yopishtirib ber deydi. Tekinga nima xohlaydi? Tekinga kelib o'tirgandan keyin jim o'tirmaysanmi? Tekinga seni hech kim chaqirmaydi-yu, faqat o'rganish kerak bo'lgani uchun chaqiradi. O'rganish kerak bo'lgan odam xato qilishi mumkin, sal kesib olishi mumkin. Tekinga kelayotgan odam bilib kelishi kerak-ku. Hozir priceim juda ham qimmat, ya'ni juda ham qimmat deganda 200-300 mingda. Xudoga shukr, klientlarim normalniy. Hammasi adekvatniy, hammasi dizayn uchun alohida oplataligini biladi. Men bilan hamma narsa uchun talashmaydi. Shuning uchun arzon manikyur qancha arzon bo'lsa, klientlari shuncha problemli bo'lar ekanda. Sizlar bu haqda nima deb o'ylaysizlar? Agar shunaqa mavzular haqida ko'proq gaplashishimizni xohlasanglar, kommentariyaga yozib ketinglar. Yana shunaqa mavzularda videolar chiqaraman. Hozir dizaynimizga keladigan bo'lsak, mana bunaqa yaltiroq gel lak olamiz. Olishinglar svetotражающий olishinglar mumkin. Va bir nechta tirnog'imizni butunlay mana shunaqa ranglarga gel lak bilan qoplaymiz. Ukreplение qilib bo'lgandan keyin tashqari bir xil tirnoqlarimizga bo'lsa dizayn chizamiz. Ya'ni bir xillari просто bunaqa rangli gel lak bo'ladi, bir xillariga dizayn bo'ladi. Yuraycha chizib olish uchun ikkita bunaqa tochka qo'yib olamiz va ikkita tochkani bir-biriga ulab mana shunaqa chiroyli yuraycha chiqaramiz. Bu life hack, o'rganib olishinglar mumkin. Men ham yuraychani shunaqa chizaman. Ya'ni ikkita tochka qo'yib olaman, biriga ulab chiroyli почти bir xil yuraycha chiqarsa bo'ladi, shunaqa qilib. Va mana bunaqa metal gel kraska olib, o'shanaqa dizayn chizishni boshlaymiz. Buning uchun eng kerakli narsa bunaqa yuqa kistechka, ya'ni kistechingiz qancha yuqa bo'lsa, yuqa liniyalaringiz, yuqa chiziqlaringiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana hozir sizlarga qanaqa yuqa chizish kerakligini ko'rsatyapman. Hozir men videoga olayotganim uchun sal noqulaylik bo'lib turibdi. Lekin sizlar videoga olmasdan qilsanglar juda ham oson, juda ham anaqa tez bo'ladi. Va buni chetlariga chiqib ketgan bo'lsa, oddiy apelsinka bilan olib tashlaysanglar bo'laveradi videoda ko'rganinglarda. Mana yuqa kistechkamiz bilan olib chizib olamiz. Xato qilib qo'ysak, просто apelsinka bilan tozalab tashlasak bo'laveradi. Bu gel kraskani nafaqat bunaqa manikyurga, ya'ni nafaqat bunaqa dizaynga, siz xohlagan dizayningizga ishlatishingiz mumkin. Hozir oxirgi payt mana shunaqa metal gel kraskalar rosa urfga kirdi. Ayniqsa yoshlar orasida. Sizlar bitta sotib olib qo'yib, buni xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bundan juda ham nejniy dizaynlar chiqarsa bo'ladi, juda ham derskiy dizaynlar chiqarsa bo'ladi.
puliga arziydigan gel lak pulini o'zi chiqarib oladi. Ya'ni plyushka ham kirgizadi. Va bunaqa to'pimiz bor. Ustki qavatdan to'p bilan qoplaymiz. Shunaqa hamma tirnog'imizni to'p bilan qoplab chiqib, lampada quritamiz. O'zi mana bunaqa metal gel kraskani ham o'zi quriydiganlari bor, lampada quriydiganlari bor. Sizlar ko'rib keyin olinglar, ko'rganinglarda. Lekin hammasini lampada quritaversanglar bo'laveradi na всякий случай. Men yurakcham sal объемный bo'lish uchun ko'proq to'p qo'shib yubordim o'sha joyiga va orqasidan ham to'p bilan qoplab yubordim. Va bizda mana bunaqa chiroyli manikyur paydo bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosamiz, podpisatsiya qilamiz va yana shunaqa mavzularda gaplashishimizni xohlasanglar ham kommentariyaga yozinglar. Meni fikrimga qo'shilasizlarmi yo yo'q?